Ben Ferhat Abdullah, hazır Norvegiye'de yaşavatımən Norvegiya puhrası. Ben tüvende akam Şavket Abdullah toğırlıq yığında egelegen en yeni uçurlar asasen yeni bir qetim guvalıqdan ötməkçimin. Akam Şavket Abdullah. Bir 1969 yılı 3. ayının 5. günü Olcu şəhəri tuğulğan. İli Darül Müəlliminin oxutucusu. Ben aldığım qetim sizin şekilde guvalıq bergəndən keyin chet eldeki bazı qarindaşlarımızdan şundaq uçur aldım ki, akam jaza lagerlərdə olmasın, belki türmede. Yani 25 yıllık qamaq cazasıga hüküm qılınğanlığından xəbər tapdım. Onun artılğan cinayet 4 xil bulup, ula tövendikçe. Yani artılğan, atalmış cinayet. Birinci chet elga pul salğan. Yani bana pul salğan. 2013 yıl buluş gerek. Dadam bana bir qancha qetim telefon qilib, özünün bana iqtisadi jihatdan az to'la yordam berganligini aytdi. Ben şu vaqtning o'zida uni qat'iy rad qildim ve mening iqtisadi ahvolimning yetarli ekanligini, iqtisadi yordamga muhtoj emasligimni qayta aytgan bo'lsammi, dadam o'zining ishining 80dan ish qolganligi. Bu bir otaning farzandiga hayotida qiladigan eng oxirgi qitim qiladigan bir yordam, yani bir so'g'ish ekanligini ta'kidlab qayta tushuntirib oldi. Agar uni qabul qilmasam, o'zining intayin azoblanganligini aytdi ve akam orqali bankidan 50 ming Xitoy puli avatdi. Keyinchi men bu pulni uy setib olish uchun ishlatganligim hammaga ayon. Ota-onam o'zining ishlab yig'gan halol pulini menga avatdi. Bu qandaqdir bir jinoyat bo'lmasdan, balki ota-onaning o'z farzandiga qilgan mehr muhabbetidan iboratdir. İkinci atalmış cinayeti akam Şavket Abdullah men bilen, yani chet eldeki inisi bilen telefonda kitap doğruluk sözleşken ve münazara yapıp bağın. Bir yerde kaçan qaysi kitap doğruluk münazareleşkiligim isimde yok ve bunda ahval qat'i bulmagan buluşum mümkün. Ama bunda ahval boğan taqdirda mı Xitoy hükümeti neşir kılıngan, Xitoy hükümeti özü neşir qilgan, özünün neşriyat tarafından neşir qilingan kitaplar to'g'riliq so'zlashgan bo'lishimiz mumkin. Bu hech qanday bir davlatning qonuniga xilof kelmaydigan ahvolligi bu muqarrar. Üçüncü atalmış cinayeti meşrep qatnaşgan. 1995 yıldan 1997 yılgacha Sharqiy Turkistonning har qaysi joylarida bo'lib İli viloyati ve Olcu şehirde o'rta yosh ve yoshlar orasida meşrep oynash keng ko'lamda umumlashgan. Ana shu vaqtlarda akammi o'zining yaqin yo'riqlari bilan qisqa bir mezgil meşrep oynagan. Keyincha Xitoy hukumati Uyg'ur milliy madaniyatining qayta jonlanganligi ve Uyg'urlarning yuksak ittifoqligini ko'rib, uningdan qo'rqib meşrepni tarqitib etgan ve onu qanunsuz deb jakalagan. Qo'limdagi bu materialda meşrepning 2010 yıl noyabrda Birleşken Devletler Teşkilatı Pen Ma'arif Medeniyet Komiteti tarafından ciddi qo'llanilgan g'ayri moddiy madaniy yodgorliklar tizimligiga kirgizilganligi qayd qilingan. Buningdan ko'rib chiqib bo'ladiki, meşrep o'ynash qandaqdir bir jinoyat bo'lmasdan, qandaqdir bir qonunsizlik bo'lmasdan, balki butun dunyo e'tirof qilgan Uyg'ur xalqi uzoq medeniyet tarixida shakllantirgan bebaho mirosni qo'g'dash ve uni insoniyatga taqdim qilish harakatidan iborat.
To'rtinchi jinoyati. Plandan ortiq farzand ko'rgan. Akamning 2 qizi bo'lib, bundan 10 yil burun yana bir o'g'il farzand ko'rgan. Xitoyning planliq tug'ut qonunida agar planliq tug'utga xiloflik qiluvchilar ko'rilsa, ularni iqtisodiy va ma'muriy jihatdan jazolash, eg'ir bo'lganlarni to'xtatib qo'yish va xizmatidan haydash deb aniq belgilangan. Bu yerda akamga bu darajada eg'ir jazoning berilishi Xitoy o'zining qonuniga xilof bo'lib, tüp sebep akamning Uyg'ur bo'lganligida. Oxirida men butkul dunyodagi adolatni yaxlaydigan davlatlar, siyosiy, ijtimoiy organlar va tashkilotlardan shuni talab qilaman. Bugun Sharqiy Turkistonning asli aholisi bo'lgan millionlagan xalq turmi va jazo lagerlarida begunoh qiynalmoqda va o'ldirilmoqda. Men dunyo jamoatidan ularga ega chiqishinglarni, ularning pat arada yo'riq dunyo bilan qayta didorlashishiga yordam qilishinglarni so'rayman. Shundaqla Xitoy hukumatidan akam Shavkat Abdullani, gunohsiz Shavkat Abdullani tezdan qo'yib etishni va uning hozirgi ahvolidan meni xabarlantirishni jiddiy talab qilaman.